Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Hozir manguga chiqayotganiz uchun hamma o'ylayaptiki, UFC'dan bo'ldi, ketdi, oxirigacha tugadi deb. UFC'ga hech qanaqa ta'sir etmaydimi mangudagi jangingiz? Yo'q, manguda qiladigan jangimiz bu kurash bo'ladi bizada. BJJ yo'nalishi bo'yicha biza jang qilyapmiz, kurashyapmiz, bahslashyapmiz. Buni hech qanaqa UFC'ga ta'siri yo'q, sababi biza shu UFC'ni bizning o'zimizning menejerimiz bor. Undan so'rab, gaplashib, ular ruxsat deganidan keyin biza o'sha bu narsani tashkillashtirdik. Hozir boyga qanaqa tayyorgarlik, qanaqa ichingizda his-tuyg'ular o'tyapti? To'g'risini aytsam, hech qanaqa ichimda his-tuyg'u yo'q. Har doimgidek trenovka qilib yurgandim. To'g'risini aytsam, UFC'dagi darajada jang qilganim uchunmi, bu